Mardon aka, bu 6 etaj bizada Alfada bu hali yurmagan edi. Bundan bitta past etaj hali odam kami, odam yo'q edi. O'zingiz bir o'zingiz joylashdingiz-ku. Xuddi shunday. Bir o'zingiz joylashganingizda keyin birdan savdo bo'lib ketdi. Ya'ni biz reklama qilib berdik, reklamaga patok kirib keldi. Bu faqat sizga emas o'zi asli. Bu imkoniyat boshqa optimchilar kelsa ham biz ular reklama qilib mahsulotni ommaga ko'rsatib mijozot qilib bera olamiz. Agar optimchilar bo'lsa, katta arzon narxda bera olsanglar biz jon-jonda reklama, hamma xarajat o'zimizda. Kelib, mana shunaqa katta joylar beramiz, o'tirasizlar, savdo qilsanglar bo'ldi, odam qo'yib savdo qilib tursanglar bo'ldi. Biz o'zimiz reklama qilib patok tortaveramiz. Xuddi shunday. Ayniqsa mana hozirgi qilinayotgan 600 kvadrat joydagi katta miqdordagi tovarlar kelgandan keyin arzon sotila boshlagan, bu yerda odam ko'payib ketadi. Shunga kelib bemalol o'zingiz mahsulotingizni sotishingiz mumkin. Ham Mardon aka, sizda hamma narsa yo'q-da. Masalan, palto yo'q masalan. Shunaqa. Ya'ni har qanday mahsulot topib bo'lmaydi. Chunki optimchi katta miqdorda ma'lum bir turli mahsulotlarni olib keladi. Endi sizda bo'lmagan narsa boshqa optimchida bo'ladigan bo'lsa, boshqalar keladigan. Xuddi shunday. Ularni mahsuloti siz uchun kelgan odamlar ularni olib ketadi. To'ppa-to'g'ri. Ularni reklama qilib, ular uchun kelgan odamlar sizdan olib ketadi. Xuddi mana shunaqa katta optimchilar uchun juda zo'r imkoniyat bor hozir. Shunday. Kelib bemalol shu yerdan do'kon tanlab olib, sotuvchi qo'yib ishni boshlasanglar, biz o'zimiz reklama qilib, o'zimiz patok olib kelib beramiz.